Pakistanning ijtimoiy tarmoqlarida oshkorlangan xabarga asoslanganda, yakshanba kuni kech soat 11 atrofida Pokistonning eng cho'ng shahri Karachidagi xalqaro aydirumga yaqin yo'lda yuk mashinasining portlaganligini oshkorlagan. Baluchiston ozodlik armiyasi dushanba kuni bayonot e'lon qilib, bu guruhning Karachi aydirumidan yo'lga chiqqan Xitoy injirlari va mablag' solg'uvchilar o'ltirgan mashina atratiga hujum qilganligini dalilladi. Xitoyning Pokiston turishliq bosh elchixonasining bayonotiga qaraganda, Xitoy mablag' solgan korxona Qasim elektr generatorlari cheklash shirkatining mashina atriti terrorlik hujumiga uchrab, hozirga qadar 2 Xitoy o'lgan, bir Xitoy xodimi va bir pokistonlik qo'g'dash xodimi yaralanganligini bildirgan. Yerlik televiziya stansiyasi Geo xabarlarining aytishicha, hujumda 2 odam qazo qilgan, 10 odam yaralangan deb xabar qilgan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, Beijing Pokistonning muhim iqtisodiy hamrohi. Ammo Xitoy mablag' solgan ul aslaha turlari doim pokistonliklarning noroziligini keltirib chiqargan. Xitoy fuqarolari doim nishonga ilindi deyilgan. Chunki Xitoy tajovuzchilari yer osti boyliqlarini egallash bilan birga Baluchiston xalqini yashash muhitini bulg'ash hamda ularni chetga qilib ishsizlikni oshirgan. Baluchiston xalqi Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonga besib kirib, irqiy qirg'inchilikni yurgizayotgan tarixidan saboq ilib, qo'llariga qurol ilib, Xitoy tajovuzchilarini vatandan qo'g'lab chiqarish uchun harakat qilmoqda ekan.